الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Aziz qarindoshlar, Ramazan ro'zasining yana bir hikmati kimlik tasbiti. Bugungi suhbatda Ramazan ro'zasining hikmatlaridan davom qilamiz. Bu hikmatlarning yana birisi kimlik tasbiti. Yani kimligimizni tunib olish Ramazan orqali. Yani Allah Teala rahmeti bilan bizga Ramazan ro'zasini farz qildi. Nima uchun rahmeti bilan farz qildi deymiz? Chunki bizga ochlikni, suvsizlikni tetitish orqali va boshqa ehtiyojlarimizni o'zimizga his qildirish orqali nafsimizning mağrurluğunu sunduruş. Nefs degan mağrur bir narsa. Davamlı o'zini yo'g'on tutib turadigan, kibrlanadigan, xiyoli narsalar bilan aldanadigan, o'zi xiyol qurib, o'zi aldanadigan shunday bir narsa shu nafsimizning mağrurluğunu sunduruş uchun. Haqiqatda bu dunyo hayotida Allohga beqinmaydigan bir xo'jayin emas bu nafs. Belki aciz, hemmiga muhtaç bir kul, aciz bir bendi ekanligini hatırlatish uchun Allah bizga Ramazonni farz qildi. Allah'ning yordamisiz hech ekanligimizni bildirib qo'yish uchun Allah bizga Ramazonni farz qildi. Yani Allah bizga yordam qilmasa, shunda ham yordam qo'lini chekkandan keyin tok ketgandek, öydün tok ketgandek, hamma narsa ishlamagandek, inson hech yo'qlikqa mahkum. İnsanning bu dunyodagi hayotining, faoliyatlarining davom qilishi Allohning rububiyat sifatiga bog'langanligimiz uchun shunday davom qila olamiz. Haqiqat shunday bo'lg'achqa Allah bizga bu haqiqatni tushuntirib qo'yish uchun har yili Ramazon tutish orqali Ramazan ro'zasi orqali bizni eslimizga keltirdi. Aziz qarindoshlar, o'zimizning nafsiga bir qarab boqaylik. O'zimizning ishimizga, ichki dunyomizga, men degan yerimizga bir qarab boqaylik. İnsanning bu nafsi o'zini bek kuchli hisoblaydi davomli. Hatto o'ziga o'zi xo'ja deb o'ylaydi. Men degan erkin odam xohlaganimni qilaman deb. Allah'ın nimetlerini yeb turib, onu o'zining mulki deb gumon qiladi. Halbuki Allah nimetni bizga nima uchun berdi? Bu bir amanet, bendam shu amanatni joyida qaytarib bergin deb berdi. O amanatni joyida qaytarish qanday bo'ldi? Har bir ne'mat Allah'ın rizoligini qozondiradigan bir vosita. O ne'mat bilan Allah'ın rizosini qozonsak, cennet qozonsak, amanetni joyiga yetkazgan bo'lamiz. Agar o ne'matni dunyo uchun qo'llanib davlatning malini shaxsiy qo'llanib olgandek xiyonat hisoblanadi. Shuning uchun Allohning ne'mati bizning mulkimiz emas, nimamiz Allah Teala tarafidan bizga berilgan bir amanat. Ama Ramazan ro'zasi kelganda u mag'rur nafsga shundoq deydi. Ramazan mag'rur nafsga shundoq deb ta'lim beradi. Ey nafs, sen erkin emas bu dunyoda. Sen bir qulsan. Allohga bog'langan bir qul. Sening bu dunyoda erkin ko'rinishing faqatlam erkin harakat qilib Allah tarafga mangamsan yoki o'zing tarafga mangamsan imtihon uchun bu erkinlik sahası berildi sana. Bo'lmasa periştelerde erkinlik yok. Ular günah qilmaydi. Shunga o'xshash perishtadek yaratılsang yaratılıptan, faqat seni Allah inson yaratqachqa sana bir erkinlik sahası berdi. Bu erkinlik faqat imtihondan o'tish. Sen yaxshi insonmi, yomon insonmi, buni o'zing orqali ispatlash uchun berilgan erkinlik bu. Haqiqatda sen erkin emas.
Sen Allah'ın rızası boyunca mangısan, bunun hesabı ve ahirette de bu Ramazan rozu insanı şunda hitap kıldı. Mesela kursuğa aç kalgan insan, bir yutum suğu zar boğan nefs, üzünün nimançı aciz, nimançı pekir, pani ikelligini düşünüdü. Mesela Ramazan rozu sıfatımız, düşten keyin qarab baksak, su içkimiz keldi, tamak yegimiz keldi. Aşu kuvvetimiz ketdi, acizlap mamamiz, şu çağda özümüzden kim ekanligini düşüneleymiz mana. Şu insonni shu asliga keltirish uchun Ramazon ro'zasi shunday farz qilinadi. Mana mush chaqda inson shu o'zining ojizligini tunaganda kibrni tashlab, Rabbining oldida egiladi. Ro'za bizni menlikdan, xiyoliy ilahlikdan qutuldirib, xiyoliy ilahlikdan bu nefsda shunday bir xiyoliy ilahlik bor. Xiyolida o'zini yo'qchaqlab qilib, men xohlaganni qilaman deb Allohga bo'ysunmaydigan, İslamiyetni ko'z qilmaydigan, payg'ambarni ko'z qilmaydigan bu ahvol ash nefsning yo'qinib ketganligidan bo'ladi. Ramazon shu insonni shu nefsning menlik xiyoliy ilahligidan qutuldirib, qulluqqa martabasiga ko'taradigan bir tarbiyasidir. Qulluq degan nima degan gap? Allohga bog'lanish martabasi degan gap qarindoshlar. Allah bizni aşı zerrelerdek kuşak yaratıp üzüge bağlaşını halaydı. Şu Allah üzüge bağlanışını bizden iradımızga koyup koyalım. Biz şu iradımızını kullanıp Allah'a bağlanay, Allah'a bende olay diye vaktimizde Allah'a bağlanılı oldu. Nefsimizge boysunğa vakta o nefs bizni Allah'a bağlatmaydı. Üzünü ilah köstüp başka yanına ektidu. Allah Teala Sure Hec'nin 31. ayetinde ne dedi? Allah'a kibirden, yüzünü şerik katkallah ya ki başkalarına Allah'a şerik koşkallah hakkında ne dedi o? Ve men yüşrik billahi peke enneme kharra mines sema. Allah'a şerik katkallah. Yüzümüzde şerik katsak kibir dedi o. Başkalarına şerik koşsak onu şerik dedi o. Her ikisi günahı kebire Allah köçürüm kılmaydıgan, udullam cehennemge taşlaydigan iki günah. Şirk, kibir, bu iki günah hisalındı. Emniyette bir, şirk, başkalarına Allah'a şerik katiş, kibir, üzümüzde Allah'a şerik katiş. Üzünün nefsini Allah'a şerik katkallıkında olduk. Fekenneme kharra mines sema. Asmanın en yukarısından aşıp taşlayıp etilgen, yıkılgan bir cesetga o'xshaydi. U kelayotgan vaqtda o ceset fatahtafahu tayru. Uni yo'g'on qushlar kelib, odam yeydigan, ceset yeydigan yo'g'on qushlar bo'ladi-ku. Qo'zg'unlar, lesh yeydigan qo'zg'unlar. Uning o yiqilayotgan yerdan ko'rablam, uni tutib osmondan tushib yiqilayotgan vaqtda keliblam qamallab ekitib, uni uchib ketib berib, tez cho'qilab yeyotgandek shunday ahvolga kelib qoladi. Yaki kuş gelmese, ev tahvi bihir rihu fi mekanin sahir. Yaki yoğun bir buran çapkın kilodu. Ona udulaya yağ çüşkül koymay, aş güldül apırıp onu uçurup pujundek açıyor gül. En uzak Adem bağmaz, hiç kimnin kadimi basmaydıgan uzak yağ apırıp gommadan taşıyıtıdı. Şu jangalga uzun uzaklığa taşlanıp ketken asmanda yıkılgan cesetke o'xshaydi deydi. Çünkü Allah'a bağlanışlığı yok. Çünkü bu dünyanın kontrolü Allah'ın kuluda bo'lgandek, bizning kontrolligimiz mi Allah'ın kuluda. Muşunda hatırcam çıraylık turalışımız Allah'ın sistemisiga bağlanıp tuğallığımız için şunda turalaymiz. Eğer nefsimizden keyniga kirib, özümüzde Allah'a bağlanmagan his qilib, xiyali ilahi salab qalsak, halqidek yıkılgan cesetke o'xshab qoladi deydi Allah. Shuning uchun aşında bir yıkılayotgan bir adam bir qutqazg'ichiga bağlanıp, u qutqazg'ichi eğer bir podshoh bo'lsa, mesela Allah bo'lsa, u qutqizib qolsa, shunda qo'shilib ketadi-ku. Banda degan, qul degan
aşındaq yıqılvatqa yerdən Allah tərəfindən qutquzub alınğan insanga deyildi. İnsan Allah Teala tərəfindən qutquzub alınğan bolsa, Allah'ın sistemisiga, Allah'ın ağamçısıga bağlanğan bolsa, Allah'ın qutquzub alışqa erişken insan bendelik mertebesiga erişken insan bolur. Allah'ın qutquzuşuga erişenmegen insan Allah sahip çıkmagan, harlık qalgan, asmandan yıkılgan, igişaksız qalgan insanga oxşaydı. Bu Allah'ın ki Kur'an'da o'qitishi qarindoshlar. Şunun için nefsinin keyniga kirish bek xatarlik bo'lg'achqa, bu ro'za Ramazon bizni shu nefsimizning patqiqdan qutuldirib, Allohga bog'laydigan eng yo'g'on fursatlarning birisi. Biz inson sifatida yeyotgan bir tal nonning, bir to'g'ram nonning yoki bir ichayotgan bir istakan suvning qadrini ko'pincha vaqt bilmaymiz, qarindoshlar, unutib qolamiz. Chunki oshqozonimiz to'q, qo'sqimiz to'q, ko'nglimiz xotirjam. Yashagan vaqtlarimizda uni unutib qolamiz. Ammo Ramazon mezgilida iftorga bir necha minut qolganda odatdagi kichikina bir to'g'ram non cennet nimetiga aylandi ko'zimizda. Shuning uchun ro'za bizga shuni o'rgatadi ki, bu ne'matlar sening emas, Allohning degan xitob orqali bizga bunday bas berdi. Bir tal xomini og'zimizga ag'a vaqt his qilganlik suyunish va u xomining tatliqlatishi, o kadar lezzet verishi dunyodagi eng haqiqiy va eng samimiy elhamdülillah degan hamd sana hisoblanadi. Biz gerçi deymiz onu tamaktan keyin elhamdülillah deymiz. Demedik deyli, aş tamak yavatgan vaqtdagi xushallik, aş tamakdan alavatgan lezzet hammasi elhamdülillah deb hamd sana hisoblanib ma'udi. Shuning uchun ro'za Ramazon orqali inson biz esliga keladi. Endi Ramazon ro'zasining ki yana bir hikmati qarindoshlar, Kur'an'ın tug'ilgan ayidir Ramazon. Kur'an'ın tug'ilgan ayi deb ta'riflasak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman men. Endi inson tug'ilgan vaqtda hayotga erishganni qo'shilib ketib tug'ilgan kuni deymiz-ku, inson falan kun tug'ilgan deb. Endi shuni tushunish uchun Ramazon ayi Kur'an'ın tug'ilgan ayi deb turaylik hozircha. Bu ayda bütün İslam dünyası go'yo bir mübarek mescidga aylanadi. Mesela Ramazon kirib o'quvchi bütün mescidlarda muqobala o'qiladi, Qur'on o'qiladi, bizga tanishtirdi, tajvidlarni tuzlaydi, Qur'on yedilish bo'ladi. Yil bo'yi Qur'on o'qib boqmaydigan odamlar mush Ramazonda bir Qur'on tamom qiladi, Qur'on o'qishga boshlaydi. Bu Qur'onning ayi, Qur'onning tug'ilgan kuni bo'lg'achqa hamma adamning, yani hamma mu'minlarning, musulmonlarning qalbi Qur'onga markazlashadi. Milyonlagan hafizlar Arshning xitobini yer yuziga anlatadi. Arshning xitobini. Yani Padişahı Ezeli'nin bütün insaniyetga qilgan ezeli xitobini insoniyatga anlatadi. Biz ro'za tutish orqali yemek içmekni tark etib, hayvoniy sifatdan chiqib, perishta sifatga kiramiz qarindoshlar. Bu yeyish ichish deganni hayvon mi yelaydi, ichalaydi. Uning dardi shu zaten, yeyish uchun, ichish uchun yashaydi ular. Biz yashash uchun, Allah rızası uchun yashash uchun yeymiz, ichimiz. Farqimiz shu. Bu ayda Qur'on o'qiganda uni go'yo Jibril alayhisolamdan anglayotgandek his qilamiz. Mesela Kur'an'ı, bu Allah'ın kelamı, bu Kur'an'ı Cibrail Aleyhisselam'a geldi ya Erş-i Alâ'dında Allah'ın kelamı deyip durup anlayımız. Hatta bir vasıta Allah'ın sözü, Allah'tan anlayıvetemen, Allah bana sözler oturdu diyen halette tanışayımız Kur'an'ı. Bu nurani atmosferada başkalar Kur'an bilen nurlanıvatganda ro'za tutmay nefsinin quli bo'lish,
nimancha cho'ng bir mahrumlik ekanligini mushundan bilib olsak bo'ladi. Mush Qur'onning tug'ilgan eydimi, mushundaq insonning ichini pokizlaydigan mushu mezgildimi? Ro'za tutmay, Ramazon bilan munosabatsiz qilish, ibodat bilan munosabatsiz qilish bek yo'g'in mahrumlik qarindoshlar. Endi Payg'ambar alayhisalom Ramazonni tasvirlagan vaqtda nima dedi degan vaqtda Ramazon oyini oxiratning barakatli bozoriga o'xshatib tasvirlaydi. Masalan, biz pul topish uchun bozorga ehtiyojimiz bo'ladi-ku, mollarimizni sotish uchun, xaridor topish uchun bozorga ehtiyojimiz bo'ladi. Biz bu dunyoga oxiratning oxiratligimizni qozonish uchun keldik-ku. Shuning uchun shu oxiratligimizga lozimlik bo'lgan narsaning hammasini mush dunyoda qozonamiz. Shuning uchun bu dunyo oxiratninki bir tijoratgohi. Payg'ambar alayhisalom dedi, "Ad-dunya mazraatul oxira." Dunyo oxiratning ziroatgohi dedi-ku. Oxiratda bizga lozim bo'ladigan narsalarning hammasi mush dunyoda teriladi. Mush dunyoda nimani terasak, oxiratda shu mahsulotni olamiz. Shuning uchun mush Ramazon shu oxirat tijoratini qiladigan mezgillarning eng foydali mezgili mana shu. Odatdagi chaqda Alloh bir yaxshilikqa 10 sabab bersa, masalan Qur'onda Qur'on o'qiganda Payg'ambar alayhisolamning ta'rifi bilan bir odam Qur'on o'qigan vaqtida bir harfga 10 sabab beriladi deydi-ku. Masalan alif lam mim desa deb misol berdi shu yerda. Alif lam mim 3 harf, shunga 30 sabab beriladi deydi-ku. Bu normal vaqtlarda. Ramazonda minglarcha sabab beriladi. Bulupni qadri kechsa bir harfga cheksiz sabab beriladi. İnsanninki nimasiga ko'ra? İnsanninki niyatiga, ixlosiga ko'ra sabab o'xshamaydi. Mishada o'n odam Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, qasining ixlosi yuqori bo'lsa, qasining niyati sog'lom bo'lsa, u jiq savab qozonadi. Niyatdan ixlosi tuvan bo'lganda tuvanroq qozonadi. Shuning uchun Ramazondagi bu chaqda qozonadigan sabab 30 minggacha deganlar va unda unemde Allah biladi. Her insandan niyeti ko'ra sabab beradi. Bir ay ro'za tutish orqali bir inson 80 yillik bir savab zapisini to'plab olishi mumkin. 80 yillik degan gap nereden keladi degan vaqtda qarindoshlar, Qur'onda Qadr surasi bor. Shu Qadr surasida Rabbimiz shu Qadr kechasini, mush Ramazondagi bor Qadr kechasini 1000 oydan yaxshi deydi-ku. 1000 oyni 12 ga bo'lgan vaqtimizda 86 yil chiqadi. 86 yildan biroz jiqroq chiqadi. 86 yil degan uzun umr ko'rgan insonning bir umriga bedel. Bir inson 86 yoshga chiqib, 87 yoshga chiqib umr bo'yi ibodat qilgan bo'lsa, mushu Ramazondagi Qadr kechasida ibodat qilgan odam shu o'xshash savobni oladi, shuning miqdori savob beriladi deydigan oyatninki hukmi bu. Masalan, Qadr kechasi dedik, shu yerdan biroz to'xtalaylik. Qadr kechasida Allah nima dedi bu yerda? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz bu Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik dedi. Ya'ni Qur'onning nozil bo'lishi mush Ramazondagi Qadr kechasida boshlangan. Osh Payg'ambar alayhisolamga Iqra bismi robbikallazii xalaq degan oyat nozil bo'lgan boshlig'ini shu Ramazonning 27-si. Yoki bo'lmasa Qadr kechasi. Qadr kechasi qancha kun bo'lgan bo'lsa, shu Qadr kechasiga to'g'ri keladi. Qur'on shu yerda tushdi. Nima uchun bu Ramazondagi bu ulug' kechini Qadr kechasi deydi desa, Qadr degan qarindoshlar biz Uyg'urcha qo'llanamiz. Qadr qimmat deymiz-ku. Allohning Qur'onda qo'llandi. Va ma qadarulloha haqqa qadri. Bu insonlar Allohning qadr qimmatini qilmadi, loyiqida. Allah bek qadrlikdi bu insonlar uchun. Chunki ularning yaratuvchisi edi. Yaratuvchisiga tuzkorlik qilib Allohning qadr qimmatini qilmadi. Allohning qadr qimmatini bilmadi degan yerda Allah o'zi uchun qo'llandi bu qadrini. Va ma qadarulloha haqqa qadri. Qadr kechasi degan qarindoshlar
insonga qadr qimmat yuklaydigan kecha degan gap. Biz Qur'onni qadr qimmat yuklaydigan bir kechada nazil qildik. Bu qadr qimmat nimadan keladi? Shu Qur'ondan keladi. Vahiy bilan keladi. Masalan, bir narsaga bir narsa qachilaymiz desak, masalan, telefonga tok qachilaymiz desak, tok nima bilan keladi? Tok simi bilan keladi. Shundaymi? Üzümüzge tamak qachilaymiz desak, tamak nereden keladi? Ağzımız bilan keladi. Shuningga o'xshagan insonga qadr qimmat nim bilan yuklanadi? İnsonga qadr qimmat yuklaydigan to'qsimi Qur'oni Karim. Qur'on orqali inson qadr qimmat topadi. Shuning uchun Alloh bu ayninki shuning uchun Alloh bu ayninki şu qadr kechasini Laylatul Qadr deyishning sababi shu. Ama adraka ma Laylatul Qadr. Qadr kechasining nimaligini sen bilding, sen nima bilding inson? Sen taqa uni bilmaysan, u ma'naviy dunyodagi o karametni, manevi dünyadaki o rahmet mollukini, o kişide akan Allah'ın merhametini, Allah'ın mağfiretini, Allah'ın nazı nimetlerini sen bilemeysen. Bilgen bolsan, uykun kelmeydi o. Aş keçigi iştiyak olap, aş keçini saklap uykusuz kalattan. Sen bilemeyse bunun kadri kıymetini. Acayip bir keçide Allah üzü tesvirladı o keçine. Laylatul Qadr hayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshi. 1000 oy qanchalik bo'ldi inson umriga? 86 yildan jiqroq vaqt o'tdi. Ya'ni mushu Ramazonda ibodat qilib, shu Qadr kechasiga o'lishiman degan niyat bilan ibodat qilsa, insonning qalbiga Qur'on nozil bo'lsa, İnsan bu Ramazan ayında 86 yıllık ömürdeki bir ömür ibadetinin sevabını, kadri kıymetini yükleyeliydi o. Muş fırsat Ramazan ayında şu kadri keçisi bağdaydı. Qanday adam bunu üzüge düşüreliydi, bu Kur'an'ı üzüge nazil kılalaydı. Allah erştin Muhammed Aleyhisselam'a nazil kıldı. Kur'an kolumuzda ba. Kur'an'ın asaslık yetip baralgan ahirki bekti insanların kalbi. Muhammed Aleyhisselam bir yetim balıydı. Mektep okup bakmagan. Muhammed Aleyhisselam'a nazil oladı. Alemlerinin serdarı oldu. Peygamberlerinin pişvası oldu. Bütün alemlerge rahmetke aylandı. Bir yetim balının kalbine nazil olsa. Şunun o'xshagan hamma insonning qalbiga nazil bo'lsin. Hamma inson aşk qadr qimmatni qozonib Muhammed Aleyhisselamdek bo'lsin degan g'oya bilan nazil qiladi Alloh bu Qur'onni. Shuning uchun bu Ramazon kelishdan burun, Recep oyidan tortib, Sha'ban oyidan tortib Ramazon kelyapti deb tayyorlik qilishimizning sababi shu. Bir Allohga yarab qolamizmi-ki? Ma bir qalbim pokiz olsa, Allohga yarab qolsam, Kur'an'a layık bir kalp kazansam, Kur'an nazil olsa, eden bulap kalamam ki diyen niyet bilen, şu arzu bilen tayyorlik qilamiz qarindoshlar. O kalbimiz pokiz bo'lmasa, o Kur'an tushmaydi. La yamassuhu illal mutahharun. Pokiz bo'lmaganlar Kur'an'a yaqinlashamaydi. Kur'an'ı tutamaydi deydi-ku. O pokizlik, qalbdagi pokizlik. İnsanın qalbi bo'lmasa, davomli 24 saat etrafında Kur'an okuvası mı? Üzü okugan takdirde mi kalbigi bir şey çiğmeydi, pakiz bulmasa Kur'an nazil bulmaydı. Mana şu rozu Ramazan şu kalbimizde pakizlaydigan, kalbimizden download buluşuğa, şu yüklenişige hazırlık kıladigan bir ay. Şu hazırlık kılıp şu kalbimizge Kur'an'ı düşürelirsek, vahiyni kalbimizge nazil kılalırsak, anadaki bizim kadri kıymet kazanımız 86 yıl bir ömürde kılgan ibadetini kazanıp Allah'ın rahmeti girişimiz değil. Nime deydi ahirista? Tenezzelul melaiketu ve ruh. Bu kişide insanların hizmeti için
malaikalar tushidi va ruh tushidi deydi. Malaika degan shu inson bilan munosabatlik, insonning ehtiyojini qamdaydigan, taqdirini yozadigan, insonga munosabatlik xizmatlarning hammasini qiladigan, insonlarning ehtiyojiga munosabatlik xizmatlarning hammasini qiladigan farishtalarning ismi shu tushadigan malaikalar shu. Ruh degani shu Jibril alayhisalom shu malaikalarni rahbarlik qiladigan malaikalarning rahbari shu. O malaikalar nima uchun tushidi? İnsonga xizmat qilish uchun tushidi. Jibril alayhisalom nima ish qiladi? Jibril alayhisalom vahiy keladigan farishta. Ruh degan vahiy keladigan farishta. Vahiy degan ruh shu. Allohning vahyi, Qur'oni ruh, insonni tirildiradigan, insonning ruhini tirildiradigan ruh, ash Qur'on shu. Bu Jibril alayhisalom ruh to'shiydigan farishta o'g'achqa ismi ruh deb atalib qolgan. Jibril alayhisalom kelgan yerda tirilish bo'ladi. Jibril alayhisalom kelgan yerda uyg'onish bo'ladi. Jibril alayhisalom bayada insonlarning ehtiyoji qamdiladi Allohning izni bilan. Shuning uchun bu yerda tanazzalul malaikatu va ruh, meleklar keladi, ruh keladi deganlar qarindoshlar. Buni tushunish uchun alqi biz bir idoraga iltimos sungan bo'lsak, nupus va uni qil, buni qil deb masalan, eng ehtiyojli narsalarimizni sungan bo'lsak, shu idoraning boshlig'i sizlarning malligi keladi degan bo'lsa, qanday hayajonlanamiz? Shu biz iltimos qilgan yerning boshlig'i keldigan shu bo'lgandan keyin ishlarimizni so'raymiz, bizning ishlarimiz qanday bo'lib ketdi deb hayajon bilan saqlaymiz-ku. Shu kunida tushadigan meleklar, shu kechida keldigan ruh bizning xizmatimizni, bizning ehtiyojimizni qilish uchun keladi. Min kulli amr, her emrdan olib keladi. Her emr, ya'ni her ish degan gap yani. Yani insonlar tarafidan Allohga chiqadi-ku, insonlarning duolari, iltijoları, talablari Alloh tarafiga mangdi-ku. Meleklar olib chiqadi. Ular andan keyin register qilinib, tizimga ilinib Allohning dargohida, Lavhul Mahfuzda unga Alloh emr berdi. Falani bandamning menda duo qildi, menda ehtiyoji bor ekan. Pustani bandamning menda xafaligi bor ekan. Pustani bandamning menda kasalligi bor ekan. Falanlarning, masalan, Sharqiy Turkiston xalqining mustaqilligini asliga keltirish dardi bor ekan. Menda ehtiyoji bor ekan degan bizning qilgan duolarimiz, talablarimizning hammasi Allohga chiqadi. Ular o'da register qilinib Alloh tarafidan buyruq beriladi. Bu bizning xizmatni ijro qilinglar degan. Shuning uchun bu har turlik emr. Bizning iltimosimizga ko'ra, bizning ehtiyojimizga, hojatlarimizga ko'ra Alloh taolo tarafidan berilgan har turlik ish shu farishtalar bilan, shu ruh bilan birga keladi. Endi misol berishga to'g'ri kelsak, agar bir Sharqiy Turkiston xalqi şumuş Ramazan içinde dualarımızda, iftar zamanındaki dualarımızda, sahurluk zamanındaki dualarımızda, Ramazan'da kılgan dualarımızdan arkası, namazlarımızdan arkasındaki dualarımızda hemmisi de ey Rabbim Şarkı Türkistan halkımızdan en büyük derdimiz vatanning işgal astıda bulup kalışı, bu dertten kurtuluş için bizning müstakilligimizni asliga keltirishga ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımız senin yardımınsız mangmaydı iken, bizni taşvip etmegen, sahipsiz taşvip etmegen, bizge igi çıqqan, biz tövbe kıldık, senin terpinge qaytıp kelimiz, senin serpinge qaytıp öttük, Xitayni terk ettik, Xitay düşmanımız, sen düşmanımız, sen dostumuz deb tanıdık. Xitayni düşmanımız, seni dostumuz deb tanıdık. Şunun için bizning bu ihtiyacımızga sen cevap bergin Allah deb. Sharqiy Turkiston fuqarosi sifatida Sharqiy Turkistonlik bir musulmon sifatida duo qilsak, bu duoyimizning hammasi Arsh-i-A'loda tizimga ilinadi. Chunki bizning qilayotgan duolarimizni ko'taradigan, amallarimizni apiradigan Allohning urlashtirib qo'ygan farishtalari bor. Bu farishtalar apirib avaga register qildirdi, iltimosimizni tizimlab turdi. Andan keyin uningga ko'ra Alloh emir verirdi. Her türlü emrini verirdi. Hem de bizning duasimizda Sharqiy Turkistonlikqa vakillik qila oladigan sondimi bizning duasimiz emasmi? Mesela Sharqiy Turkistonda 40 milyon nüfus var deymiz.
Mesela şu halkımızga vekillik kılalaydigan sanda, şu ihlasda Allah'a yetip kalsa arzimiz, şikayetimiz, Allah şunu emir süptide şu piriştiler bilen düşürüp kalsa, bu biz millet süptide, halk süptide tirilişimiz degan gap qarindoshlar. Şu Ramazanda icabet buludu, tirilishga vesile buludu, aşna kılıp Allah bizge yardım kılıp, vatanimizni azat kılıp turdu degan ma'noni bildirdi. En çok derdimiz olgandan keyin şu Şarkı Türkistan'ın müstakilligini misal verdim. Qag'ini o'zimizning shaxsiy dardlarimiz, ailevi dardlarimiz, kasalliklarimiz, ehtiyojlarimiz nima bo'lsa desak, ash min kulli amrning ichida keladi. Shu pirishlarning ichida bizning ishimizni qiladigan xizmatchilar va maxsus. Min kulli amr degan shu. Anandan keyin salamun hiya. Bu Kadri keçisi salamdır deydi. Salam. Şundaq sağlam, özgermez, bozulmaz. Şundaq bir sağlam sistemi bu. Bu kadri keçisideki bu insaniyetke yardım beriş sistemisini, bu ilahi sistemini, insanların ihtiyacını qamdaydigan, insanlara yardım beradigan bu sistemi salamdır, bozulmazdır, ebedi salamet qaladigan. Şunun için kelgen periştiler selamun aleyküm dep keledi. Biz salam bergendek. Yani korkmanglar, salametçilik sizge bolsun. Sizininki Allah tarafından bolsanglar, bu sizge kelavatkan bu nimet, bu merhamet, bu mağfiret, bu yardım hiç qachon buzulup ketmeydi o. Buzuluş nuqtası sizlar. Sizlar buzulsanlar to'xtab qoladi. Sizlar buzulmay mush holat tutursanlar, bende Mav Leylatul Qadr salamdır, buzulmasdır degan xo'sh xabar bilan keladi. Qachongacha bo'ladi bu ish? Hatta matla'il fajr, ash bomdod namozining vaqti kiradigan vaqtcha. Oqshomdan tortib shu kechacha ashunda bo'ladi. Shuning uchun duo qilgan vaqtimizda Leylatul Qadr ehtiyojimizni tilga vaqtimizda qarindoshlar, hammamiz butun dunyodagi insonlar bir anda tilsimi, uningga qaraydigan, uning hojatini ihtiyacını çıkarlaydıgan kudret Allah'tı ba. Kıyamette tasvirlegende Peygamber Aleyhisselam nime deydi? Hemmeden okşaş vakitte gep kılıdı, hemmeden okşaş vakitte jığlaydı, tileydi, Allah'a dua kılıdı. Allah hemmesininkini okşaş vakitte anlaydı, okşaş vakitte hemmegi tam cevap verdi dedi o. Şu Allah şu hazır ba. Beşimizde hazır nazır qarab turgan şu Allah ba. Şunun için bu Leylatul Qadr keçisida qarindoshlar duoyimizni aymayli. Umuman mush Ramazonda mush millat süptidagi dardimiz nim bo'lgan bo'lsa, shaxsiy dardimiz deyli masalan, shaxsiy dardimiz Allah'ning rizosini qozonish uchun, Allah'ni rozi qila olish uchun, Allah'a bir obdan bir band bo'lib dunyo va oxiratda baxtli bo'lish uchun eng yo'g'on dardimiz nima? Allah sepide turup şeytanlarga karıştırış. Allah tarafta turup tağutlarga karıştırış. Dostumuz Allah tarafta turup düşmanımızga karıştırış deyli. Unda bo'lganda dostumuz Allah eken, Allah'ның diniga, Allah'ның sistemisiga karıştırıp atkan Xitay tajovuzchilari, musulmonlarning zaminini bulib olgan, musulmonlarga irqiy qirg'inchilik qilayotgan, islomni cheklayotgan, islom dinini zahar davatgan, epyun davatgan Xitoy tajovuzchilari bu Allohning dushmani. Bu Allohning dushmaniga qarshi turishdimi yo'g'on bir ibodatimiz bormi? Xitoy tajovuzchilariga qarshi turishdimi sharaflik qiladigan bir xizmatimiz bormi? Yo'q. Eğer ba deb qarasak, zalalat bo'lgan bo'lamiz, xato yo'lda bo'lgan bo'lamiz. Qarshi turadigan dushmanning beshiga insoniy shaytonlarning shaytonlar insonda bo'ldi, jinda bo'ladi-ku. Jinlardan bo'lgani zaten iblis bilimiz, uni g'amimiz qarshi. İçimizde nefsleydiğen bir düşman bana çıkın ya anlatıtımız onun düşmanlığını mı düşündük? Okşaş şekilde şeytan bilen okşaş şekilde, nefsimiz bilen okşaş şekilde düşmanın yanı birisi Xitay tecavüzçileri.
Bu Allah'ın düşmanı, Allah'ın Resulü'nün düşmanı, bu İslam'ın düşmanı. Şundakla Şarkı Türkistan Müslümanlarının biz Uygur halkının düşmanı. Çünkü vatanımızda tecavüz kılıp tatip aldı. İslamiyet'e karşı çıkıvatıdı. Bizge karşı ırkı kırgınçılık kılıvatıdı. Bunda bo'lgan için Xitoy düşman. Onu düşman tanımay turup qarindoshlar. Allah'a ulaşkıl olmaydı. Allah rızasına ulaşkıl olmaydı. Allah bu hakta nima deydi? Femen yekfur bit tağut ve yu'min billah. Tağut ki kafir bolsa, Allah'a iman etse, fakat istemseke bil urvetil vuska. Anındaki mustahkem nicatlıkka esilgan buludu. Avu tağutqa kafir olashni birinci o'ringa qo'yapti. Allohga iymon etishdan birinchi o'rinda. Birinchi qiladigan ishing tağutqa qarshi turish, Xitoy tajovuzchilariga qarshi turish. Aningdan Allohga iymon etish. Faman yakfur bit tağut ve yu'min billah. Bu ikkisi birga bo'lmasa bo'lmaydi. Men Allohga iymon etdim deb qo'yib Xitoyga qarshi chiqmasa, u iymon durust emas. Xuddi Xitoyga qarshiman deb turib, Allohga iymon etmaganlarning iymoni durust bo'lmagandeklar. Mesela Xitoyga qarshi turgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. İslam dese kaçıdı. Bularning mu imani İslamiyet qabul bo'lmagandek, men Allohga iymon etdim deb turib, Xitoyga qarshi turmaganlarning iymoni durust emas. Qabul bo'lmaydi. Bu oyatning hukmi qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan mishada to'xtaylik, tugamaganti bu. Keyingi videoda qilamiz. Allah mushu ulug' Ramazonda duo qiladigan o'yg'oq bandalaridan qilsin bizni. Duosi ijobat bo'ladigan ixloslik, yaxshi niyatlik bandalardan qilsin. Allah bu Ramazonda qilgan duolarimizni ijobat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Bizlarni solih bandalaridan qatorisidan qilib, vatanimiz Sharqiy Turkistonni mustaqil Sharqiy Turkiston xalqini ozod qilib bersin. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin.